Keling, dunyoga kelganimizdan toki jannatgacha bo'lgan yo'lni ko'rib chiqamiz. Hozir biz bu yerdamiz, ya'ni o'zimiz yashab turgan dunyoda. Islomda dunyo imtihon joyi, ya'ni sinov maydonidir. Oxirat esa haqiqiy hayot deb aytiladi. Bu dunyoda maqsadimiz nima bo'lishi kerak? Mol dunyo orttirishmi yoki hurmat, obro', e'tiborga erishishmi? Aslo yo'q. Allohga itoat qilib, yaxshi amallar qilish bu bizning maqsadimiz bo'lishi kerak. Asosiysi Allohning roziligini olishdir. Dunyodagi boylik, farovonlik, go'zalliklar, bular nima? Bularning barchasi sinovdir, yoxud vosita. Lekin maqsadimiz bo'lmasligi kerak. Bu ne'matlar orqali Alloh bizni sinaydi. Shukr qilamizmi yoki manman bo'lib ketamizmi? Xo'sh, islomda dunyoda qanday yashash kerak? Bunda qanday tavsiya bor? Islomda shunday tavsiya berilgan: dunyo va oxirat o'rtasida muvozanatni saqlash kerak. Bu islomning tavsiyasidir. Keyingi hayot qabr. Agarda videoning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling.